Bugun ko'kchaga borgan edim. Ertalab nonushtadan keyin nonushtaga qaymoq bu narsa olgani. Yaxshi, nurli bir ayol chiqib mendan so'rayapti. Yaqinlarim shu bir ikkita odamlar deydi, faqat Qur'on degan gapga aldanib qolgan. Nima qilsak bo'larkin deydi. Shubhaga tushib qolgan odamlar deydi. Ko'pchilik tushmagan, ba'zi o'shanaqangi nafsida ularga moyilligi bor odamlar bor. O'sha narsalarni xohlaydi-da, ular xohlagan narsani oqlab berishlik uchun faqat Qur'on degan g'oya asqotadi. Keyin so'radi. O'sha ichkilikni mas qiladigan ichimliklarni ichkisi kelib yurgan odamlar shunaqa bo'ladi desam, rost deydi. Qur'onda mas qiluvchi ichimliklar harom degan oyat yo'q deyishyapti deydi. Nimada kutuvdingiz? Sunnat inkorchiligi ateizmni o'sha odamlar qabul qilmaganda faqat Qur'on yetadi degan bahonasini bir ko'rinishi. Ateizm cho'kib bo'ldi-yu, masalan, ateistik g'oyani hech kim bir tinga olmaydi hozirgi kunda. 70 yil mobaynida majburlab bizni xalqimizni ateist bo'lishga harakat qilishdi. Majburlab singdirilgan g'oya hech kim qabul qilmadi, chunki mantiqan to'g'ri kelmaydi. O'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan dunyo degan gap to'g'ri kelmaydi. Lekin shu ateizmga moyillik, dunyo shahvati, harom harishni o'ziga halol qilib olish, taqiqlardan aylanib o'tishlik uchun ularga kerak. Nafsi buzuq odamlarga. Natijada nima qilishadi? Bizga faqat Qur'on yetadi degan g'oyani amalga oshirishadi. Bizga faqat Qur'on yetadi desa, Qur'onni o'zidan xohlagan ma'noni chiqarib olish mumkin. Qarshingizda turgan odam arab tilini bilmasa, xohlagan ma'noni chiqarib oladi. Bizga faqat Qur'on yetadi desa, Qur'onni o'zidan xohlagan ma'noni chiqarib olish mumkin. Qarshingizda turgan odam arab tilini bilmasa, xohlagan ma'noni chiqarib oladi.